Assalomu alaykum aziz o'rtoqlar, do'stlar, muxlislar, подписчиклар. Нашелдimizdeki bir qavatli hovuzcha sotiladi. Ya машина пожарный ходам бар ekan. Ko'rib tursangiz. Buna tashqari zеленый zona. Razmeriga kelsak 7,5 28,5 200 kvadrat metr. Adam bir yerda yashamaydi, sal ozgina besporядкалashtirmaysa, oldimizda trotuarlar brushetka bilan urilgan. Yarım kapı eshiklar qo'yilgan, elektroshyotchik tashqarida joylashgan. Bismillahirrohmanirrohim. Kirayimiz bizda katta bir dalon bo'ladi. Razmeriga kelsak, 10,5 ming baht. Отопленияsi o'tgan do'stlar, registrlar qo'yilgan. Temiz pol taxta, shpaqlovkadan chiqib turibdi polni. Elektromontaj simlari o'tirilgan. Yani ko'rib turibsizlar. Yoshning bir dalonimiz. Gireyda chap tomonda bizda zal bo'ladi. Zalni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Yani olsa görse pol taxta, отопленияsi o'tgan. Razmeriga kelsak 6,5. Menda shumalarki oboy qolib turibdi. Shpaqlovkadan polni chiqib turibdi. Plastik aynalar qo'yilgan. Keyingi xonadamiz o'rtoqlar. Bu bizda spalniy xona do'stlar. Razmeriga kelsak 4,5 ming boya. Boyamiz pожарный zamona qarab turibdi. Endi do'stlar. Olsa gördüğünüzde bir adam shunday holat, shpaqlovkadan chiqib turibdi, отоплениялар o'tgan. Bu yoki fon bashkaydan beri. Natijani portretizm bo'ladi. Eshiklarimiz taxta eshiklardan qo'llangan bo'lsa ko'rib turibsiz. Registrlar paket, ko'lankasi bilan o'tgan. Ishlatilmaydi. Chap tomonda bizda o'rtoqlar yana bitta bir xonamiz. Spalniy xona. Meydan shunday holat. Bu oynamiz do'stlar bog' tomonga qarab turibdi. Bog'dan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Pristroy ketmasangiz ham bo'ladi do'stlar. Mol, qo'y, tovuq boqsangiz ham bo'ladi. Ishlar bor ekan. Vhod. Chiqish. Endi do'stlar, bu 3-xonamiz. Bu yerda bizda kuxnya zonamiz, ko'rib turibsizlar. Razvodga gap turibdi. Issiq va sovuq suv. Отопление котел системасы o'tgan. Ko'rib turibsizlar. Yonboshimiz bizda bani bo'ladi do'stlar. Banini lekin taxlash kerak. Ozgina ish bor ekan do'stlar. Bu ishimiz do'stlar bog' tomon olib boriladi. Bog'dan hozir ko'rsatib o'tamiz. Demek do'stlar bizda bani, kuxnya, ikkita spalniy, zal и dalon. 200 kvadrat metr. Dokumentlar taq ekan do'stlar. Narxga kelsak 45 ming dollar aytilmoqda. Sal ozgina kelishi bor. Variantlarda ikkilamchi kredit bo'lishi mumkin do'stlar. Ekranning nomerlarini yozib qoldiramiz, bemalol aloqa chiqarasiz. Hozir bir sara bog'ini ko'rsatib o'tamiz. Yonboshini boramiz do'stlar, pожарный xoddan. Bog'ini ko'rsatib o'tamiz. Benim bir taxla bashkaytdan, siz yetib bersangiz ham qo'ng'shi bilan kelishib mashinani ko'k qo'yasizlar. Uzun ketgan pожарный xod. Orqa ko'chalardan o'tib ketgan. Yani do'stlar, arka tomondan ko'rsanishi. Bu yer bizda banisi bo'ladi do'stlar. Bu yerda qo'shimcha pristroy ketib bersangiz ham bo'ladi. Tovuqxona, molxona qo'yib bersangiz ham bo'ladi. Tandirxona yoki piknik zona yasab bersangiz ham bo'ladi. Bog'i katta. Badrin, pomidor, liboya cheksa bo'ladi bu yerda do'stlar. Yana bir marta eslatib o'tamiz. 200 kvadrat metr bir qavatli hovuzcha 45 ming dollar aytilmoqda. Ekranning nomerlarini yozib qoldiramiz, aloqa chiqarasiz. Keyingi videoda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Пока.